Assalomu alaykum hurmatli Nur Mebel kanalining obunachilari. Xudo xolsa yana bir Krashenniy M deb ishimizni klientimizga chiroyli qilib topshirib berdik. Xo'p, bu ishimizni Farg'ona viloyati aeroportdagi kottejlarga o'rnatib berdik. Aeroport yonidagi kottejlarga. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta bagatti ish bo'ldi. Xo'p, razmerlarga kelsak, bu yog'iga u chekkadan bu chekkaga doğru 770 razmerga joylashgan. Balandligi bunimiz 270, bunimiz 255 razmerda joylashgan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Krashenniy M deb juda ham bagatti ko'rinishda bo'lgan. Ustlarimiz bilasizlar, har doimgidek qalin zavodskiy rossiyskiy stalchinsadan bo'lgan, suvga o'tga chidamlik. Xo'p, bu yerimizga mana bunday akkuratniy nima yechim qilib berganmiz. Hisob bir yalaqib berib qolmaydi. Ichlaridan ham foydalansa bo'ladi. Ataydan bu tarafini ham ishlaydigan qildik. Mana vakuum mexanizm. Mana bu chekalari ham mana polniy hamma hisobga olingan, shruplari. Hop, mexanizmlarimiz ko'rib qo'yasizlar. Polkalar. Hop. Xudo xolsa xizmat qiladi, garantiyalari bor, javob beriladi. Hop, mo'ykani bu yerdan 40 sm qochirdik. Yaqin bo'lib qolmasligi hisobiga. Mo'ykamiz ko'p funksiyali mo'ykadan qo'yilgan. Tagida komplektda narsalar turibdi. Hop, yana bir bizning bonusimiz musor paqir. Endi buni klientimizga 120-130 dollarlik mo'ykani ham bonus qilib berganmiz. Kelishib qolsak, xuddi shunaqa narsalarni ham bonus qilib beramiz. Hop, birinchi bonus musor paqir, ikkinchi bonus bunaqa 120 dollarlik mo'yka va uchinchisi mana bunday sushurka. Mo'ykaning ichidan mana bunday taxtagacha ham chiqadi. Bu taxtagacha ham kuchliroq shekilli, bilmayman, og'ir. Hop, vakuum mexanizm, uni ustida polkalari ham bor. Bu chekaga mana vitishkaning ikkita chekasiga fason uchun ramka qilib berganmiz. Juda ham chiroyli ko'rinib, ishni ochib turibdi, yodvi oynalar bilan. Bunimizni o'rta eshik razmeri 90 sm bo'lgan. Ikki qatordan polka tushgan, umumiy 3 qator bo'lgan, shu ko'rinishda bo'lgan. Hop. Vitishkamiz. Juda ham bagatti. Gazimiz 90, vitishkamiz 90. Hop, tortmamiz ham 90 sm bo'lgan, juda ham katta va og'ir. Bunimizga albatta tandem mexanizm ishlatamiz. Vakuumli. Juda ham silliq va nejniy ishlaydi. Tagidagi esa har doim o'zimiz fasonimiz chuqurroq qilamiz. Mana tandemdan ko'rilmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, pastlarimizni ko'rinishi. Pastlarimiz mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Polkasi ham bor. Bu tomonimizga 37 dollarlik kargodan qo'yib berganmiz. Bu ham ishga juda ham chiroyli video berib turadi. Har qalay xizmat qiladigan yaxshi narsa. Bu ham vakuum mexanizm tandemdan. Bu chekka polka. Hop. Mikrovalnovka duxovkasini joylashtirib berganmiz. Bu yerga mana 90 sm lik holdendisini ham joylashtirib berganmiz. Juda ham akkuratniy ko'rinishda. Zazorlariga, putiklarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Hop, bunimiz tepasiga polka qildik. Ikkita kattaroq narsalar qo'yaman degan hisobiga. Hop, tagiga yana bir tortma. Bu ham tandem mexanizm. Hop. Holdendga ahamiyat berasizlar. Bu tomonga mana yana bir ramka. Bu chekalarga dashkalarni yopib berganmiz. Mana, o'sha polka. Bunimizning chuqurligi 70 sm bo'lgan. Juda ham ko'p narsa sig'adi. Eng asosiy joylardan bittasi mana ko'rishingiz mumkin, o'tirachasiga polka. Uni tepasi ham xizmat qiladi. Xudo xolasa juda ham ko'p narsa sig'ib, ancha yillar xizmat qiladigan mebel yasab berdik klientimizga. Ko'ngli to'ldi, Xudoga shukr dedi, zo'r dedi. Taglariga ko'rishingiz mumkin LED o'yma ko'rinishda bo'lgan. Akkuratniy, go'zal. Dastavka uстановka hamma yo'q ichida qilingan. Endi buni bonuslarini bitta sanab o'tib ketaman sizlarga. Qaranglar. 120 dollarlik mo'yka, hop, musor paqir, sushulka, LED, dastavka uстановka ichida iPhone'ni 37 dollarlik kargosini ichida qilib berganmiz va qosh soladigan esdan chiqibdi. Asosiy narsalardan biri, o'zi arzimagan narsa bo'lsa ham juda ko'pchilikka kerak va so'rab qo'yadigan narsalardan biri. Hop, shular bonus bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik misol shunaqa ranglar qildiraman deydi yoki Krashenniy deb boshqa ranglari bormi deb qiziqadi.
Shunaqa qiziqqan obunachilarimiz uchun, misol profilimiz ostida Telegram kanalimiz bor. Bemalol Telegram kanaliga kirsanglar, katalog gruppam bor. Promo katalog gruppamga ulanadi. Sizlar shu katalog gruppamdan tanlab, yoqtirib, biron bir ishni tanlab, men uyim razmeri misol 4 metrga balandligi 250 sm, shunga shu materialingizni hisoblab bering desanglar, misol premenniy. Sizlarga premenniy hisob chiqarib beraman, narxini, 3D larini chiqarib tashlayman. Agar 3D lar ma'qul kelib, ishlar yoqadigan bo'lsa, narxlarimiz bemalol zakaz qilsanglar, xudo xolsa 12-15 kunda yasab beramiz. Bunimizni rosa срочный dedi. Biz 2 hafta vaqt sarfladik. Krashinni emlash uchun juda ham tez bu vaqt. Lekin Xudoga shukr, buni bitkazib, o'rnatib berdik. Bugun tongga davr, ertalabga davr bo'lsa ham ishlab o'rnatib tugatdik. Xo'p, ko'rib bir baho berib o'tib ketasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolsa O'zbekiston bo'ylab zakazlar qabul qilamiz. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sizlar bilan Asrorbek bo'ldi. Hammaga rahmat.